futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga, aziz farzandlarim, 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi Saudiya Arabistoni maydonlarida bo'lib o'tgan nufuzli musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuksak sovrin Osiyo Kubogini qo'lga kiritganingiz bilan xalqimiz nomidan, o'z nomimdan, chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizning butun turnir davomida bironta ham mag'lubiyatga uchramasdan rekord natija ko'rsatib, jonajon vatanimiz sharafini mardona himoya qilganlari hech shubhasiz milliy futbolimiz tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan shonli voqea desak to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa finalda musobaqa mezboni Saudiya Arabistoni kabi g'oyat kuchli jamoaga qarshi keskin bellashuvda turli bosimlarga qaramasdan 11 o'yinchiga qarshi 9 futbolchi shiddat